Zo'r mashinada yurish kibr emas. Zo'r kiyinib yurish kibr emas. Zo'r uy qurish kibr emas. Seriozlik kibr emas bu. Mensimaslik kibr bo'ladi. Velosipedda yurib mensimasa bo'ldi, u kibrli bo'laveradi. Xudo saqlasin. Shuning uchun bolalar shu ovozimizni baland bo'lishi, tomog'imiz qurigungacha gapirishimizdan maqsad shu deb o'ylab qarasangiz, hozir endi misol uchun aytaveray. Men nasha cheksam, siz pulingizga chekmayapmanmi? Siz aroq ichsangiz, meni pulimga ichganingiz yo'qmi axir? Lekin Alloh shuni demadi-da. Ba'zi birlar bor ekanda, tanga nima, ishi nima ekan? Yo'q. Tangani ikkinchi tomoniga olsa battar bo'laylik, to'g'ri? Menga qo'ri yemaysan, mana shuni baklashkada chekish tugul. Faqat Alloh buni demadi-da. Bir-biringni yaxshilikka chaqirib, bir-biringni yomonlikdan qaytardi. Shu menda yomonlik ko'rsangiz, salom alaykum ko'rishib, aka yo bir narsa deb bu joyda mana qildi, shu to'g'rimi? Men sizlarga ilmli bo'lmasam ham, qanaqadir nito tuydi desangiz, agar haqiqatni gapirsangiz bor, 17 yoshar